Nima uchun karantin vaqtida kitob o'qishga imkoniyat paydo bo'lib turganda talab bunchalik pasaydi? Bunga sabab noshirlar, kitob do'konlarining faoliyati to'xtatilishimi yoki boshqa sabab bormi? Savollar ko'p va bular ko'rsatuvimizning bugungi mavzusi. Xo'sh, karantinda kitob savdosi qanday bo'ldi? Xuddi shu davrda o'tgan yili kitob savdosi 50% ga oshgan ekan. Chunki kitob do'konlari soni 100 taga ko'paygan ekan. Mana shu kitob do'konlarining bugungi faoliyati nima bo'lyapti? Chunki ularning aksariyati bu biznesda hali unchalik katta tajribaga ega bo'lmagan tadbirkorlar tomonidan ochilgan ekan. Aynan shu savol mana sizda ham chiqdi. Bu savolni umumlashtiradigan odam bo'lmaganligi uchun aniq yana shu muammo. Oddiy misol, masalan, prezident qarori asosida ochilgan salkam 200 ta do'kon bor. Salkam 200 ta do'konning ichida shu ikkita bizning do'konimiz ham bor-edi. Shu ikkita do'konni yopdik. Biz hali o'quvchi bilan ishlash darajasida, ularning talabini o'rganish darajasiga chiqmadik. Ya'ni o'quvchi bilan onlayn muloqotimiz yo'q. Mavzu juda qiziqarli, dolzarb va barchamizga tegishli. Uni ko'rsatuvimizning yangi sonida ekspertlar ishtirokida muhokama qilamiz. Shanba kuni 18:30 da UzReportda ko'rishguncha.